E'tibor markazini Yakkasaroy tumaniga qaratamiz. Hozirgi paytda Yakkasaroy City Mall Navasro'ga domlariga kelganmiz. 10 qavat Navasro'ga domimizda 6-qavat sotuvga chiqqan. Umumiy kvadrat metri 113 kvadratdan iborat. Kirushdan boshlab obzorni qilib beramiz. Kirush bu hojamizdan ko'rib turibsizlar. Keyin kattalikda qilingan, bu yoqda o'zini kattaga oyna qo'yilgan. Birinchi ko'rib o'tirgan xonamiz o'zini oshxonasi bordi. Oshxonasini qaranglar, chiroyli qilib qo'yishga mana shu ko'rib turgan barcha narsalar 100% qoladi. Xo'p, bu yoq tarafdan ko'rsatib beramiz, yurtkalar ekanmiz. Undan keyin xonamiz o'zini mehmonxonasi. Mehmonxonasini ko'rib turibsizlar, Yevro remontli uyimiz. Yurtkalar ekanmiz. Bu yoq tarafdan ko'rib turgan edik. Yana bitta xonamiz o'zini garderob qo'yishgan hozirgi paytda. Yurtkalar ekanmiz. Bu yoq tarafimizda o'zini bitta divanli zonasi. Ko'rib turgan divanli zona qilib qo'yishgan. Yonginasida bu yoqda o'zini divanli zonasi, ko'rib turgan edik, chiroyli divanli zonasini qilib qo'yishgan. Bu yoq tarafda o'zini bolalar uchun yotoqxonamiz, ko'rib turganlaringizdek, bu yoq tarafdan balkonchi qismlari ham bor. Yurtkalar ekanmiz. Bu yoq tarafdan chiqqanimizda o'zini ko'rib turganlaringizdek, yuvinish xonasiga ega. Yuvinish xonalar barcha narsasi, aksessuarlar hammasi qilingan. Uyimizni ko'rdinglar, o'qimizda tilak bosib qo'ysangiz, ko'rib turgan barcha narsalar, mebel texnika barchasi 100% qoladi. Uyimizning narxini $200,000 dan baholashyapti. Yana o'tib bergan joylari ham bor. Qo'llanadigan ko'rib tursa, keng kattalikda bola o'ynash maydonlari ham bor. Yoqsa uyimizga like bosib qo'yasizlar, mana shu uylar hammamizga nasib qilsin.